CD yo'limda qisilish bor ekan. Shuni operatsiya qilamiz dedi. Operatsiya qildi. Mana operatsiya qilganiga 2 kun bo'ldi. Mana Xudoga shukr, yaxshiman. Hayoqqa turib yuribman. Sharoitlari yaxshi. Doktorlar ham xushmuomala yaxshi. Kasalligim o'zi o'sha birdaniga siyish qisilib qiynaldim. Keyin urologga uchrasam, shunaqa nima qilishdi, rentgen qilgandan keyin CD yo'llarida torayish paydo bo'ldi. Kelib shu operatsiya qildirdik. Xudoga shukr yaxshiman. Oybek Muhitdinovich eshitib, andijonlik kuchli mutaxassis urolog ekan. Shuni eshitib keldim Toshkentga. Juda qo'li yengil xirurg ekan. Mana operatsiyalar yaxshi o'tdi. CD yo'llarida jinday muammo bo'lsa, sirazi uchrash kerak ekan urologga. Vaqt o'tkazish kerak emas ekan. Sababi bu keyinchalik muammo kattalashar ekan. Og'riqlar kuchayib ketar ekan.